Mening musavir qachon to'shdi. Menga parvar sang deydigan gapim bor. Voy nega? Menga uyga. Voy kirdim. Voy qo'ng'igan yerim bormi? Voy işte mana. Qana bo'lamiz? Hamma qo'ng'ish qolgan bo'ldi. Ota. Sen acayip qilib ketding ha. Mush yosh kirib turib, balonga kirib, balon bo'lishyapsiz ha? Voy sen sen kimga bo'lishdimi ha? Voy balonga bo'lishdi. Kirib qoldik ya, Shikspek urishib ketdi. Biz kirsak, chiqinib qoladi. Bo'ldi kirmaylik. Men al ko'ngilma. Voy yo'q. Men al ko'ngilni qildimmi? Ajab ochig'imni keltirding sen. Ha, ajab ochig'imni keltirding ha? Aka, rost qapotamsan. Sen dedin qurul elyapmiz-da. Siz shunday qilg'achqa tag'am qapib qoldi mana. Voy sizmi belsiz ochig'im kes ko'zim hech nim ko'rmaydiganni. Shuni siz hislatni kechirim so'rashingiz kerak. Voy menni xato qildimmi? Menni kechirim so'ramdi. Gapni qilmay berib hozirlik hislatni kechirim so'ra. Men hozir beraman. Voy xato dedi. Ha bo'ldi. Tuni ham menbek ashur etibdimi? Sendan kechirim so'ray. Voy bu tuyuqsizli mendan kechirim so'rasam ajoyibli bo'lib qoldi ekanman. Ha bo'ldi. Shunda ha bu. Ha bo'lmayman Oqshambek ashur etibdimi? Ha, shu ashur o'tichu bu. Mo'minka. O. Biz kechirim so'rashib adlishib bo'ldik. Dadam hammomlar deb qo'ygan, endi urishavermisin. Ha, bo'ldi. Men kirib ketdim ha. Bo'ldimi? Ha? Qanday bo'ldi? Muvaffaqiyatli bo'ldi. Atlashib qoldimi? Ha, atlashib qoldi. Voy aka, sen bu amalni qanday o'ylab topding? Isondan chiqib qoldimi? Ikkimizning yeshimiz shu 1 yoshda farq qildi. Dadamlarni bizni oshda aplashtiradi-ku. Rost. Dadam bilan opam rost shunaqa aplashtiradi. Ko'nlar aqlliq jumavka. Rost. Shu. Hozir o'ylab baqsam, ota-onamiz bizni deb bekchi g'am yebdi ekan-jimi? Shu deysan. Hey, kun qayoqdan chiqdi? Bugun ajab avval kechirim so'rab qolding-ku mendan. Diqqat qilmadingmi? Nimga? Dadam hammomlar yolg'ondan urishib shunda bichara bo'lib ketdi. Bo'ldi, bu o'yin mishada oxirlashsin. Nima? O'yin? Bu asli o'yinmi-de? Boshdan bir xil g'alitlik his qilgandim men boshdan. Bo'ldi, tamoq yeylik qo'zg'imizga. Men sana choy damlab beray, ha. Menmo mush ishda, mush balla yashagandan keyin o'ngishilib qoladi deb bir necha kun saqladim. Qarasam bugun atchigingacha ishkinglar yana bir-biringlar umishib jursizlar. Shunda ko'nglim yerim bo'ldi. Bir odam 3 kundan ortiq adovat saqlasa yaxshi bo'lmaydi emasmi? Shu. Bir-biriga bunday yo'l qo'ymay abdishamisa, bular sirtlik do'stlari bilan, xizmatdoshlari bilan qandoqmi ab o'tidigando deb bak ko'nglim yerim bo'ldi. Ko'nlarda yaxshi gapingni qil, gaping bo'lmasa jim tu degan gap bor emasmi? Tuqqan bo'lgandan keyin biringlar bir ig'iz gapdan qolsanglar o'ngishiladigan narsa. Shunga o'zaro hurmatlashib, o'zaro izzatlashib, bir-biringlarga yo'l qo'yib, o'zaro mehr muhabbat berishib o'tgan yidamgo. Bundan keyin uyda unday ishlar bo'lmasin. Ha? Kechir dada. Men shu bek oshir yutibdim. Ha bo'lmadi-ha. Men bek ishtik qilib qo'yibdim. Ha, mana. Sat. Alafqam. Bunami ko'nglingiz kinodagideklar qildingiz bularni. Ha, mana. Ha, mushunchalik ishdayman. Shamasma. Qaysar bilan Rana kelib bo'lmaydi. Men telefon urayman. Ama uray.
Dada? Ha? Ana hisob qilayotgan. Ma'qul dada, ma'qul. Ishni tutib borayapsan, ha? Ana oldirash hozir, ma'qul. Ansirmanglar. Xo'sh. Rastlavatman. Məmcu səndən bək ənsirdim. Yeni burunqudək azapınıb qalarmıkin deb qo'rqdim. Boshqa niyetim yo'qdi, sen shu xapab ketding. Siningchi men ashundaq izchil ashadamni eslab yuramanmi? Qiziq ekansan. Gerçi sen shundaq aqlliq bo'lgan bilan qara, sening muloqot joylaring bormi? Bo'ldi qilay. Birisinin uyinizdamsiz? Voy. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Alloh yaxshi kechsin. Men shu bu qo'rada bir uy bormikin deb kirgan, ko'rpaqay deb. Voy, unda o'z kesh qopsiz-ku. Shu. Endi ishdan tushgan. Kesh bo'lsa bir ko'rib ketay deb kirdim. Anamdingiz? Yo'q, olmayman. Men bir advokatlik o'rin ochadigan. Shuningga ijaraga. Ijara. Ijara. Hozirgi odamlarniza nimishqi yaxshilikqa yomonlik qilgandu. Uningga shuncha aqida qilgandingmi? Bu gapni deyishmang. Ben uni allabirov unutib ketdim. Uning chiroyini qandoqligini esimda. Bu mahalla ajab o'zgarib ketibdi aka. Burun men kelganda bunday emasdi. Hozir o'zgarish xil cho'nkan juma. Voh, bak o'zgardi fikabiya. Bak chiq o'zgarib ketdi. Burun mana mushu mening dukanimning o'rnidimi? Dadamdan qolgan uy bor. Ko'n uy. Mosh binoning o'rnidimi? Eski abjaq o'yli bak chiqdi. Hozir hukumat mush ishlarni hammasini chiqib tuzlab, yangi binoni selab qarang. Mush dukanimmi mening burunqi uyimning o'rniga bergan dukan. Shundami? Yaxshi bo'lib ketdi bu yer hozir. Binoda mening bir tunishimning bir uyi bor. U ijaraga berib qolib qolsa, ajni men aloqalash baqay. Siz mush dukanda izdingmi meni? Ma'qul. Unda siz rahmat aka. Yo'q. Ma'qul aka nasmadim. Ma'qul. Nima siz dukan nima advokat dukan ochmadingizmi? Yo'q. Advokatlik o'rni. O'rni. Ma'qul akamsa? Ma'qul. O'rni. Lah, siz avattın mı kaldı? Aldıra git varsın. Apa? Tada! Oy baba! Kelamaz yok. Sığındım falan. Sığındım. Oy, sığındım olar size. Tada yaxşı mı? Yaxşı. Yaxshimi apa? Safaringni ko'ngillik bo'lganda? Yaxshi bo'ldi. Şu cesurun doktorxonada ishlayapti deb aldırtib, asliyan bir kun turib kelayli degandim. Manga telefon qilsanglar bo'lmamda. Men o'rinlashtirib qo'ydim-da. Muhim bir operatsiya ekan, shunga baldiroq qaytib keldim. Xizmatni muhim bilan. Dada, kilakemen yeni xizmatda. Ben yaş naştını tayarlap koygandım. Qani naştı qaqas paramız şaylik. Kirala. Sıran.
Oy, aka, sen ne iş qatsan? Shu Jasurning sayohatdan qaytib keldigan kuni-da bugun. Shuni kap qolamikida. Oy, aka, Jasurlar qaytib kelsimi, oldiman qaynonasinikiga berib salom qilib bo'p, uningdan keyin bizga telefonni ala. Bu atdiganda kimdi o? Jasurg'u deyman, ochqish olmaydi davomimiz. Jasur? Qani. Yaxshimisiz? Qanday yaxshimi? Dadamga bag'atni chiqib bergan sizga. Rahmat. Yana bag'atlar bor ekan tasdiqdan. Ma'qul, xo'sh. Kimning to'yi ekan aka? Qo'shnilarningdir. Jasur, barna, qani edinglar bolam. Chaqirib yanglar. Edinglar bolam, eding. Men murabbani milab yana. Ama bize malay. Ma tuxumimsiz ya. Rahmet. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalı sopun paraşuti vatan erkin chiqarıyorsun. Voy nimaning? Kirnang. Qalğaç markalı sopun paraşuti. Men Dilkan xalqaro so'zchilik shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Voy, nimga azada? Sizga. Opa, ko'nglimdagidek bo'pti jimo. Jasur, sizni mushta shaklni yaxshi ko'rsiz, deyman. Shunami? Ha. Sunnat materiallardan hammasi o'zim tanlagan. Hammasi ziyansiz materiallar. Rahmat. Aras qizim, tazliq o'yinimiz sunnatıldı. Rasma? Men kirib ko'rib chiqay, apa. Ha. Jasur. Toy qilib oldim deb bilan Barna bilan karingiz yo'qshimay, uningga obdara ko'ngil bilib turasiz. Qara uning kichik bola qiliqlarini. Apa? Ay mana qizim. Hey. U yo'q. Men uning direktori. Qanday gap bo'lsa meni da'vatsingiz bo'ldi. Nima? Chaqchaq qilmayotgansiz? Bo'ldi. Bir soatdan keyin men bu shirkatning indiki qahvaxonada ko'rishaylar. Ma'qul. Ateş oturursunuz bu. Peki ders yok mu? Doğru çatısız bu.
Ağrıp qaldingizmi? Sen qizitib qolgandek qilma, sukanib qolgan. Doktorga boraymi? Bo'ldi. Unchalam og'ir emas, dori ichib oldim. Rost og'ir emasmi? Xotirjam bo'ling. Hey, men maktabga chiqqanman, sim ishga chiqqanman. Juramayli. Biz qaynatamdan uyga yurib ahvol so'rab kelsak bo'ladimi-ki? Ertadan boshlab Jasur aldirash ishlab kelsa vaqt chiqmasmi deyman. Balam, bir kun demingizni ilib olib, aldirmay borsanglarmi bo'ldi? Ha? Endi sayohatdan kelgandan keyin berib ahvol so'rab kelaylik-ki. Ana? Birinchi bamti, choy ichib o'tirgan to'q. Siz o'troq choy ichib olamsiz? Yo'q bo'ldi. Uyinda kelgan dasturimni topamayaptimi? Biraya qo'yib qo'ydingizmi? Men kiyimishga uni osti qo'yib qo'ydim. Nima? Uyga nimish qo'yib qo'ydingiz? Jasurga bir necha pul yem kiyim kelgizib qo'ygan. Shun kiymaydigan kiyimlarni chamdan sep shuya qo'yib qo'ydim. Oppa, shu Jasurning bo'g'asiga shuya qo'yib qo'ydim bolam. Jasur, qara bolam, yeng kiyimlaringizni ishkab esib qo'ydim. To'ydan keyin endi yaxshiroq kiyinib yurmisangiz, boshqalar sog'liq qilmasin yana. Jasur, tasma bir. Hey dada. Salomat tudingmi? Qaytib keldingmi? Biz qaytib keldik. Qanday sayohatlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Nima bo'lsa, sog' salomat qaytib kelgan bo'lsanglar. Alqib. Bolam uyga qachonroq kelasizlar? Azroq ishbati, shuni qilib etiblam yananga boramiz. Bo'ldi. Mayli. Anda o'zchi, kelishdan burun menga bir telefon qilib yetib kelgin. Men tayyorlik qilib turay. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, qo'yatdimi? Tadammika? Bizdan qachon borganimizni so'rdim-ku. Siz buni ko'ngil bilmay. Ma'nasining hammani chiqib tashlab etding. Nima? Hammani?
bo'lsa cho'nglarni o'yib berib kelamdiq. Sal turib boraylik. Hozirli berib kelaylik. Dadam yo'limiz qarab o'tdaganda ixcham saqlab. Jurun, qo'pon. U mendan uy olaman, bir haftadan pulingni qaytarib yetaman adash deb qarz olgan deding a. Ta hozirgacha pulimni qaytarib bermayotdi. Hatto telefon qilsam ham olmayotdi. Nechi pul olgan? 150 ming. Kart nomeringizni men sizga yo'llab beray. Nima? Siz berib etamsiz? Shundoq. Bundan keyin xislatni izlab yursangiz bo'ladi. Yaxshimisiz? Ha, hemen xislat. Nima? Yeni bir hafta saqlamdim. Bu hozir qarz elish shunda tasib ketdimi? Uningdan boshqa mol yo'qmi? Ha, bildim. Parvar. Amma acay. Yaxshimi biz keldik? Keldingmi o'g'lim? Qaytib keldingmi? Voy bolam. Voy bolam keldingmi? Voy bolam. Qanday? Hamay keldingmi qizim? Voy, saprimga ko'ngilli bo'ldimi? Yaxshi o'ynab keldim. Yaxshi o'ynab kelgansiz. Qani yuqori turinglar. Kelinglar. Kelinglar. Uzun vaqtlar. Qani. Parvar. Ha, kina aka. İyi buldunuz mu? Onandık. Xislat? Xislat? Mangdingizmi? Mangdingizmi? Tushdan keyin soat 2 yig'in borlig'ini unutib qoldingizmi? Voy. Kechiring. Hozir. Voy. Kechiring, direktordan ko'paytishni unutib qolibman. Ben hozirla ko'paytay. Bu to'xta. Hechqisi yo'q. Siz to'la ish bo'lmay qiyofat kirmamoqlar Xislat. Ben hozirda yaqlay. Bo'ldi. Akilom. Qolgan ishni men Aliya katib qo'yasiz. Yo'q bo'ldi. Hozirlamay Bo'ldi, ko'paytib ishqi yo'q. tashlay. Akilom. Bo'ldi, ishqi yo'q bo'ldi. Voy Akilom. Bu kayfiyatingiz bilan qanday xizmat qila olasiz? Kechiring. Bunda vaqamasligim kerakdi. Lekin men shu sizni uyga berib bir necha kun orom olib kelsin dedim. To'g'ri tushundim. Hayatning
bergeymi Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bunu? Açığın yanmak he. Yakay aka. Hazır çıkıp oturmaz mı? Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa açtığınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda piştimi sıkısı. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu ağır jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan bası he? Akamның toğra. Qanday olsa nemisidan balan bu? Burada. Ya. Oğlu mu yığılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyüm çıktım ben. Dada, Kulkan bilen öy biraz bizga yörense? Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yana şu sokmak deb yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damam yetkeyimiz suyup silen yaşaşka. Suyup silen yaşaşka. Ömür damam yetkeyimiz suyup silen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat
Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin shu oddiy savol.